Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa bugun 23-iyun 2026-yil. Bugun xudo xolasa futbol bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston va Portugaliya o'yini bor. Shu o'yinni ko'rish uchun xudo xolasa yana amfiteatrga keldik. To'rtko'l tumanidagi toza ochilgan. Hozir bu yerda konsert bo'lib turibdi. Shu konsertdan keyin soat 10 da, ya'ni 22:00 dan boshlab futbolni yuboradilar. Xudo xolasa shundan qiziqarli lavhalarni ko'rsatib boramiz. Videomizga like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Rahmat aytamiz. Konsertimizni tashkil qilib bergan To'rtko'l tumani hokimiyatiga, To'rtko'l tumani madaniyat bo'limine, ichki ishlar xodimlariga barchasini o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qo'shiqlarimizni davom qilamizmi? Marhamat, qo'shiqlarimizni davom qilamiz. Marhamat. Diqqat, hurmatli dunyo. Toshkent, Nyu-York yo'nalishida dunyodagi eng zo'rlardan biri. Kim hafta o'zini o'qin atrofida yaxshi Eski bir oynatdı ben de ümit qilamiz ki ciddi qabul Afsuski tamam oldu. Mağlubiyet. Oxirgi tur Kongo bilan qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar Kongo bilan o'ynaymiz. Uchrashuvning yaxshi futbolchisi ehtimol Cristiano Ronaldo bo'ladi. Yine görgenlerinizden xudo xolasa o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Afsuski O'zbekiston uttirdi. Lekin qo'llab-quvvatlashda davom etamiz O'zbekistonni. Yani 4 yılımızda xudo xolasa shunday amfiteatrda o'yinlar, shunday narsalar namoyish etiladi. Videomizga bir like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.